Inson imkoniyatlarini cheklovchi holatlar bo'lishi mumkin, ammo aql va tafakkur chegarani bilmaydi. Ana shunday yuksak intellekt, bilim va mantiq sinovga tushadigan maydon bu zakovat o'yini. Endilikda mazkur intellektual bellashuv ko'zi ojizlar o'rtasida ham o'tkazilmoqda. Viloyatlar bosqichida g'olib bo'lgan jamoalar respublika bosqichiga yo'l oldi. Mazkur loyiha ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularning mantiqiy fikrlashini kuchaytirish va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. 2 oydan buyon O'zbekiston Qo'zg'olonchilar jamiyati markaziy boshqaruvi tashabbusi va sa'y-harakatlari bilan o'sha davlat subsidiya mablag'lari jalb qilingan holda O'zbekiston Qo'zg'olonchilar jamiyati markaziy boshqaruvi raisi Ergash Jo'rayevichning sa'y-harakatlari bilan bugun zakovat o'yinlarini respublika bosqichiga start berildi. Zakovat intellektual o'yinining dastlabki bosqichi yurtimizning 14 ta hududida bo'lib o'tdi. Unda 26 ta jamoa o'zaro kuch sinashdi. O'yinlar davomida ishtirokchilar o'z bilimini, tafakkurini, mantiqiy fikrlashini hamda jamoaviy ishlash ko'nikmalarini namoyon etgan bo'lsa, final bosqichiga yetib kelgan jamoalar esa asosiy sovrinni qo'lga kiritishadi. Bu o'yinlarni respublika bosqichi shu paytgacha tashkil etilmagan edi. Bu yildan yangida boshlandi. Bu yilgi madaniy ma'rifiy ishlarimizni rejasiga asosan hamda O'zbekiston Oliy Majlisi huzuridagi jamoat fondini ko'magi bilan mana shu tadbirni rejalashtirganmiz. Bugungi yakuniy bosqichga mana shu yuqorida aytilgan viloyatlar yetib kelgan. Bugun mana shu viloyatlar o'rtasida zakovat o'yinlarini yakuniy bosqichi, final bosqichi o'tkaziladi. Agar javob yozuvchiga juda noqulaylik tug'iladigan bo'lsa, unda kelib alifbosi qo'ysangiz ham bo'ladi. Muhimi o'zbek tilida. Javoblarni odatda bitta ikkita so'z bilan yozishga yetarli qilib tuziladi savollar. Agar undan ortiqroq bo'lsa, 3 ta so'z bilan kerak bo'lsa, u narsa alohida ta'kidlab o'tiladi. Kim kech olsa, demak u jamoani javobi qabul qilinmaydi. To'g'ri bo'lsa ham kech qolmaylar. Signal 3 ta bo'ladi, yana esadaman demak. 10 soniya qoldi deganda javobni tezroq hal qilasiz, nima yozishni kelishasiz. Vaqt bo'ldi deganda javob yozishni boshlaysiz. Vaqt bo'ldi deganiga 10 sekund sizlarga javobni yozishga. Javoblarni topshiring. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Birinchi savolning to'g'ri javobi salom berish. Salomlashish. Kelinlar bir-biriga salom berganidan so'ng Yusuf hoji ularning ketishiga ruxsat bergan. Bu bilan ularning orasidagi nifoq va qudratlar hammasi yakunlangan. Respublika bo'yicha barcha hududlarda sinxron tarzda bir kunning o'zida zakovat intellektual o'yinlarini hududiy bosqichlarda o'tkazgan edik. Savolga eng ko'p to'g'ri javoblar bergan 6 ta jamoa ajratib olingan. Bu jamoalar Toshkent shahri, Xorazm viloyati, Samarqand, Qashqadaryo, Andijon viloyatlari hisoblanadi. Zakovatni tashkil qilgan tashabbuskorlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Xolor Ergash Jo'rayevichga minnatdorchiligimni bildiraman. Bu bilan bizni jamiyatimizda yuksalish, rivojlanish yanada faol etadi degan umiddaman. Yo'lovchi. Ushbu shouning logotipida O harfini o'rnida bir predmet tasvirlangan. Diqqat savol. Ushbu predmet nima ekanligini yozib bering. Vaqt ketdi. Vaqt bo'ldi. Javoblarni topshiring. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yaponiyada yangi yil arafasida, ya'ni 31-dekabr kechasida yaxshi niyat bilan Tosikosi soba deb ataluvchi lag'monni yeyish
urfi mavjud. Ushbu lag'monni yeyotganda yaponiyaliklar bir-birlariga va o'zlariga uzoq hayot tilash va yangi yilda muammolari tez hal qilinishini niyat qilishadi. Diqqat savol. Tosikosi soba lag'mon turi boshqa lag'mon turlaridan nimasi bilan ajraladi? Va javoblarni topishiring. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uchinchi savolning to'g'ri javobi uzunligi qabul qilinadi, shuningdek oson kesilishi bilan. Tosikosi soba lag'mon turi boshqa o'z analoglaridan farqli ravishda juda uzun bo'ladi. Shu bilan birga u juda oson kesiladigan lag'mon turi hisoblanadi. Zakovat bu aql, birlik va ishonch maydoni. Shu kabi tashabbuslar esa jamiyatimizda imkoniyati cheklangan insonlarning salohiyatini ochishga, ularni faol hayotga keng jalb etishga xizmat qiladi. Savollar ham yaxshi tanlangan, bizni o'ylashga, mushohada qilishga undaydi va ayni paytda viloyat bosqichida ham biz juda ham munosib ishtirok etdik deb hisoblayman. Sababi u yerda bir nechta jamoalar ishtirok etishdi va biz u yerda 24 ta savoldan 20 tasiga to'g'ri javob berib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Dengiz flotida faoliyat olib borgan. U 2011-yili 110 yoshida vafot etgan. Klod dunyodagi eng oxirgi shunday harbiy odam hisoblanadi. Diqqat savol. Shunday deganda nima nazarda tutilgan? Vaqt ketdi. Va javoblarni topishiring. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yurtimizda teleekranlarda faoliyat yuritayotgan Ovoz 50+ loyihasi yangi bosqichida qo'shiqchilarda sahnada bir muammo tez kuzatilganligi haqida gapirar ekan. DJ Piligrim loyihaning deyarli hamma ishtirokchilari qiynalayotganligini aytadi. Diqqat savol. Ishtirokchilar nimadan qiynalishgan? Vaqt ketdi. imkoniyati cheklangan insonlar albatta biz uchun yaratib berilgan sharoitlarni har bir joiz bo'lsa, mubolag'aliroq tug'ilsa aytib o'tishimiz kerak. So'z bilan aytish juda qiyin bo'lgan darajada munosib tayyorgarlik ko'rgan va juda ajoyib tashkil etildi. Biz yana ta'kidlab o'taman, juda ham minnatdormiz. O'zim yoshimiz hozir 45 ga kirayotgan bo'lsam, 25 yildan beri o'sha ancha yillar bo'lib qoldi. Demak, o'sha 25 yillardan beri muxlislik qilamiz. Zakovatda ishtirok etishga orzumand edik. Albatta Allohim shu kunlarni yetkazdi. Bizning niyatimiz shuki, jamoamiz bilan Xudo xolasa ikkinchi, birinchi liga va albatta kelgusi Oliy liga jamoalarida ham ishtirok etishni mo'ljallaganmiz. Xudo xolasa uning yaxshi natijalarini kutamiz. o'zing mamlakatimizda siz o'zingiz istagan kitoblarni o'qishingiz uchun, yetarlicha bilim olishingiz uchun sharoitlar yetarli deb o'ylaysizmi? Masalan, Braille alifbosidagi kitoblar, audio kitoblar. Albatta, audio kitoblar keyingi o'sha 5-6 yillikda audio kitoblarning soni ham, Braille shriftdagi kitoblarning soni ham kundan kun ko'payib bormoqda. Bu biz o'qituvchilarga ham, o'quvchilarga ham
talabalarga ham judayam qulayliklar yaratdiki, bu esa nafaqat bilimlarining oshirilishida, balki insonlarning bizday jamiyat a'zolarining deymiz, shu ibora ma'qul qolgan xalq ichida qo'llanadi. Va to'g'ri javoblarni topishiring. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ishtirokchilar har bir savolga tezkorlik bilan javob berishdi. O'yin yakunida esa g'olib jamoalar esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Birinchi o'rin Toshkent shahri, ikkinchi o'rin Xorazm viloyati va uchinchi o'rinni esa Samarqand viloyati jamoalari qo'lga kiritishdi. Zakovat intellektual o'yinlari klubini maxsus diplomlari ham ta'sis etilgan. Barcha g'oliblarni tabriklaymiz. Hozir g'oliblarni birinchi, ikkinchi o'rinlarni sovg'alarini topshirishga kirishamiz. Barchalaringizga bugungi tadbirda faol ishtirok etganlaringiz uchun ham minnatdorchilik bildiraman. Va so'zni endi navbatdagi tabrikka qutlovga beramiz. Hayotullo Rahmonovga marhamat. Zakovatni, bilimni chegarasi yo'q, hech qanday sarhadlari yo'q, hech qanday cheklovlari yo'q va bugungi o'yin buning isboti bo'ldi. Barchangizga rahmat, barchangizni yana bu yerda qayta ko'rsak xursand bo'lamiz. Boya kelib so'rashdi, bizda hamma viloyatlarda ligalarimiz bor va bemalol o'sha ligalarda kelib qatnashishingiz mumkin. Toshkentda bu yerda bo'ladi, viloyatda bo'lsa, viloyat koordinatorlariga murojaat qilsangiz, qayerda, qachon o'yin bo'lishini bilib, bemalol qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir bor xush kelibsiz. G'oliblarni tabriklaymiz. Rahmat. Zakovat intellektual klubiga O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati markaziy boshqaruv rahbariyati ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinlarini yuqori saviyada tashkil etishdagi faol hamkorligingiz hamda ko'zi ojiz bilimdonlarning intellektual qobiliyatlarini yanada o'stirish va ularni umumjamiyatga integratsiyalash yo'llarini rivojlantirishga qo'shayotgan hissangiz uchun samimiy minnatdorchilik bildiradi va O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyatining tashakkurnomasi bilan taqdirlaymiz. O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati markaziy boshqaruv raisi Narpolatov Erkash Jo'rayevich. Prezidenti, direktor o'rinbosari, barcha bugungi tadbirimizda o'zlarining hissasini qo'shgan barcha mutaxassis va boshqa xodimlarni O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati markaziy boshqaruvi rahbariyati, barcha jamiyatdoshlarimiz va barcha bilimdonlar nomidan ularga minnatdorchilik bildiramiz. Bilimdonlarimizga esa kelgusi ishlarida kattadan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Mana bugun biz Hayotullo Rahmonov bilan ko'p masalalarni gaplashdik. Kelgusida zakovat intellektual o'yinlarini tashkil etish bo'yicha, zakovat intellektual o'yinlarini professional ligalariga kirish bo'yicha jamiyatdoshlarimizga keyinchalik tushunchalar berib boramiz. Bu borada jamiyatdoshlarimizni bilimini oshirish, bilimdonlar jamoasiga qo'shilishi va jamiyatdoshlarimizni o'rtasida tashkil etilgan mana shu bilimdonlar jamoasini ham kelgusi muvaffaqiyatli musobaqalarda va tadbirlarda muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlash bo'yicha barcha choralarni ko'ramiz. Barchangizga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz va bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz.